Jetil nima gap o'zi? Hech gap yo'q, o'zingdachi. Menda ham hech gap yo'q. Yangi yilim o'tdi ketdi. Yangi yilim o'tdi ketdi. Sen 2ga bo'lolmading essiz. Chiqsa yo'q. Yana kel 2027-yili 5ga bo'laman deb niyat qildim. Qo'rqib ketdim. Albatta bo'lasan, uning uchun sen harakat qilishing kerak. Obunachilik seni albatta поддержка qiladi. Albatta, hammasiga erishamiz. Aytgancha, Cheter. Bu yerda uyni oldida bilasanmi, qandaydir kazino sifat joy ochilibdi, qandaydir omad shou. Omad shou? Ko'plarning aytishicha omadsiz shou ekan. Nimaga? Chunki degani unga bir stek pul tutqazsa, lekin yutqazasan. U omadingga bog'liq chunki. Unga biron nimadir yutsa bo'lam? Unga pul, mashinalar qo'yilgan, lekin hech kim yutgani yo'q haligacha. Chota meni ham qiziqtirib qo'yding. Chota menga ham yoqib qoldi, boraymikan. Yo'q, nima qilasan, omading kelmasa bir pul qashshoqqa aylansa qolasan bir zumda. Yo'q, endi bir omadimni sinab ko'rgim kelyapti-da. O'zing bilasan bo'lmasa. Qayerda devding, anavi boyak omadsiz shouda? Bu yerda uyni oldida. Bo'pti, mayli, rahmat, Jetil, ko'rishamiz. Mayli, bo'pti. Sog'lik, omonlik, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Kamerani yo'qdan esimga chiqib ketdi. Bir sizlar bilan salomlashayin. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan xodimkidek bu men Jetil. Nimaga sen boshqacha skindasan desaning, o'zi meni haqiqiy skinim shu. Anchadan beri shu skinda ijod qilardim, keyin yangi kanal ochdim, Jako degan. Shuncha Jakonikda Jako skinda edim. Endi o'zim skinimda videolaydigan bo'ldim. Obunachilar, sizlarda har doimgidek birinchi so'raydigan narsam iltimos mehnatimda. Stop. Bilaman, siz meni kanalimga obuna bo'lmasdan kuzatib olsiz. Meni maqsadim esa tezda 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna bo'lishingiz kifoya va ko'rayotgan videongizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Qadrlagan holda like va obuna tugmachasini bosib qo'yinglar bolalar. Chunki sizlar uchun kamida 1 soatlar video olaman, keyin uni montaj qilish, sizlarga ketgan vaqtimni qoplash uchun iltimos bolalar, hatto bir like bosib qo'yinglar. Maylimi, bo'ptimi? Kelishdik-a? Bo'pti, mujik. Merdi uyini oldida dedi aytgancha. Qotsal. Mana shu wow, bunday chiroyli. Assalomu alaykum, bratan, yaxshimiz? Yaxshimiz-chi? Uydaga keldingmi? Bu nomi nima deyishadi? Omadsiz shou, omading sinab ko'rmoqchimisan? Nech puldan to'lash kerak? O'listak. Yo'may buncha qimmat. Aytib-ku, bu omadsiz shou, bir omading kelsa milliarder bo'lasan. Yaxshi ekan. Men ham o'ynasam mayli. To'lovni qilib o'ynayver bo'kirikcha. Senda bir stek nima qiladi? Bo'ldi, o'zim topgina. Bolalar, men bir stek menda bor-da, lekin hozir uni ishlatgim kelmayapti. Biron bir Jetilni uyida ishlab olaymikan? Kim biladi, u pulni olib qo'yishim kerak. Assalomu alaykum, Jetil, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat, o'zingchi? Siz biron bir uy yumushimi, qanday ishingiz yo'q, menga srochniy pul kerak. Sen maslahatim uni o'ynamaga. Omading kelmayman. Mayli, pulingizni qaytaraman. Biron bir dala palazda ishlang. Mayli, men agronomga ishlaysan. Hamma narsani qilasan, ekib chiqasan. Короче, agrot ishlar qilmagandan bir stek mayli beraman. Dushi rahmat. Keyin bitta kallangizni o'pib qo'ying. Yo'g'ale. Savdodan olasan narsalar, pulni. Mayli, bo'pti. Aytgancha bog'ish qayerda edi? Bo'ldi. Bo'ldi, rahmat. Hoppa. Bolalar, bu bratni bog'ini hozir yekalamizor qilib beraylik. Hoppa. Bolalar, sizlar meni shuncha mehnatim qadrlagan holda like va obuna tugmachasini bosib qo'yinglar, iltimos bolalar.
chunki degan videomni shunchaki shuncha odam kuzatadi, lekin ammo likedan xabarim yo'q. Qancha sizlar like, подписка bo'lsangiz men shuncha tez video chiqarishni boshlamayman. Bundan ham qiziqroqlar keyin katta motivatsiya olaman. Bo'ladi, sizlar har bir bittagina oddiy like'laring, kommentlaring men uchun juda ham muhim. Iltimos bo'ladi. Yana bir bor so'rayman. Bo'ldi, bu yoqqa bo'ldik. Endi borib bratanni uyidan olaylik. Mana shu shekilli yo'q, hech kimsa bor. O, mana shu yerga narsalarni qo'ysak. U bir stak. Esa shuncha pullar bittada hozir qo'ldan chiqaramiz. Ichim kuyapti, mayli. Balki omadimiz kelib qolar. Brat, men keldim. Ha, keldingmi uydaysanmi? Ha, bo'ldi. Qarang, o'ynayapman, ey. Leo. Bo'pti, bosaver. Tak, to'xting, plyuzni berayim men sizga. Mana aka. Qo'y, bo'pti, tanla. Mana u. Yo'q-ku. Brat, ishtimi chiqmadi-ku. Aytdim-ku men senga, omasi shu bu. Bo'ldi, o'yin tugadi. Vay, shuncha sizga shuncha pullar, bir stak pul havoga uchdi ketdi. Men senga nima dedim? Bir stak pulni undan ko'ra yesang bo'lmaydi, qarzing to'lab bekorga ket. Endi nima deysiz? Ya'ni kimdirdan bo'lsam qarz olishim kerak. Yo, bo'pti, o'zim o'yinni boshladim, tugatmaguncha qo'ymayman men. O'zimni sandig'imdan pul olaman. Ish yo'qmi? Uyimda ishim bo'lsa. Balki. Men pulim yo'q-ku, men ishonib yotibman. Bo'ldi, merdan qarz olaman, bo'ldi, boshqa iloji yo'q. Alo, mer kirsam bilan. Ha, kiraver. Hozir eshitdim. Assalomu alaykum, mer, yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Nima ish bilan kelding? Ana omasi shu ochilgan-ku, 100 oldi. Ha, O'shanda qatnashmoqchi edim, shunga bir ikki so'm berib tursangiz, yordam so'rab. aytib qo'y, chetir, bunda foyda yo'q. Ko'ryapsan, hamma kasodga uchrayapti bu o'yinni o'ynab. Hech kim milliarder bo'layotgani yo'q. Endi bir qiziqdim-da, endi berib turing, albatta qaytaraman. Bo'pti, men so'ragan payt qaytar-da. Mayli, shu rahmat. Olaveray. Ha, savdono bir stak. Rahmat. Mer muncha pul ko'p. Endi nima deymiz? Bo'pti, tezi bor. Mayli. Qarz erta qaytar. Hop bo'la. Tak, mana yana 2 stak pul kuyatdi. Mana brat, yana olib keling. Sen bola kazinoga mukkasida ketgan ekansan, ko'p malades, tiq sandiqqa. Mayli. Chunki endi sizga foyda bo'lyapti. O'ynayver. Tak, bu safar qaysi? Mana shu. Gamburgermi? Qayta bu gamburger bo'lsam bor. Yana merdan yordam so'rashimiz kerak. Yana nima kelding? Bab yutqazib qo'ydim, shunga yana 1-2 so'm berib tursangiz deyman. Chetir, men senga aytyapman, ko'rding, hozir yana bir marta yutqazing. Hozir bularni birdan tikasang, yana yutqazasan. Mayli, endi berib turing, 2 stak bu safar. Mayli, ol. Lekin ko'timgacha qarzga botyapman, shunisini ham o'ylamayapman-da bolalar. Mayli, rahmat. Nimaga qo'tyapti? Kompyuter olmasam bo'lmaydi, bo'ldi, telefon o'ynashda qiyin. Brat, olib keldim narsalar, mana pul qo'ydim, tanlaymiz. Telefon yutdim. Telefon-ku mayli borda. Yana bitta imkoniyatim bor aytgancha. Mana u. Ishtimi shu? Ishtimi, brat. Mana hozir o'ynaganimga telefon tushdi. Bundan oldin o'ynaganimga gamburger tushdi. Shular ikon almashtirib yana bir marta o'ynasam bo'lmaymi, iltimos? Mayli, o'ynayver. O'tib keting, brat. Baribir o'zim telefon bor bo'la, mana-ki o'zimnikini qo'ymas. Qaysini tanlayman? Yo, bola ko'rdinglarmi? Mana-ki omad bir kelganda
yomon kuchli keladi. Erkakning omadi bilan o'ynashma deyarmidi, nima deydi bola? Yo'mayo, shuning uchun ham bitta like bosib qo'yinglar bolalar. Men milliarder bo'ldim qoldim-ku. Tez buni brat qarang, mana men yutdim, ko'rdingizmi? Men omadim bilan o'ynashmang, ko'rdingizmi? Yo'q, gap yo'q. Obod. Bo'ldi brat, men sizga kasod qildim, ko'rdingizmi? Hozir mer Nima deysan? hozir qarang, Buncha pulni qayerdan olding? yutdim albatta. Yutdingmi? Ishonmayman. Yutdim, mana shu 3 stakni olasiz. Bo'ldi, men qarzimdan qutuldim. Addushi rahmat. Mayli, bo'pti, kelib tur. Mayli. Tak, bola buncha pulni nima qilaman deyaymi? Qarzim to'lashga yetadi-da, yana o'ynagim keladi. Chunki endi bunda motion ham qo'yilgan deyishyapti. Balki motion o'sam bitta shaharda, qishloqda bitta menda bo'ladi-da, motion haydash orzuyim. Brat, yana o'ynagan kelin. Bu safar 3 ta izmaketda o'ynamoqchiman. Brat, bir joyga o'tiring. Bosaver. Tak. Mana yana pul bosdik. Kaktel tushdi. 3-chi. 4-chi. 1 2 3. Qolmadi. Bitta kaktelga almashtirmaysiz? Yo'q, bo'lmaydi. Arzimaga pul bersa buning. Mayli, yana bir marta o'ynayman. Hoppa, ikkita tiqdim bu safar. Mayli, bos. Oh my god, motion tushdi. Yo'mayo bola. Brat, mana qarang, motion tushdi. Gap yo'q. Hoppa. Motionni qaranglar, Nissan GT. Mana ko'ryapsanmi, jita. Yo'q, cheter gap yo'q, bro, sizga obadingizni qarang, obadingizga qo'yganim bor. Meni ham qo'yganim bor. Tak, uzr bolalar, nimaga telefonim qo'tyapti hozir. Endi nima qilish kerak? Kompyuter olish kerak. Kompyuterga mablag' kerak. Unga ham ko'rsatma. Короче, bratdan ko'rdingizmi? Moshiningizni ham pulingizni ham yutib oldim. Mana kaktel men kaktel mendan podarka sizga. Kibr bo'lib ketma. Bo'ldi. Qolgan qarzimga kirib ketaman. Yana mashina qaranglar. Yurib ko'radimi? O'zi yurammi? Tirikmi? Hoppa, urib qo'ymang. Hoppa, mana shu yerga tushib turaylik-da, bola. Merga aytsammi? Aytmasammi? Gap yo'q, lekin qop-qoragina. Nissan. Bu juda qop-qora ekan, bola. Sizlarga men drift ko'rsataman. Qani Nissan'da drift qilib bo'larmikan? Aniqda ham yana bitta Nissan bormi? Oz. Bola, buni bilmadimmi? Normalida driftda va BMWchalik kayf bermas ekan, mayli, zato Nissanimiz bor. Bola, aytgancha sizlarga BMW yoki Merz qanaqa mashina sizlarga yoqadi? Tezda komment yozinglar, albatta o'zim o'qib chiqaman. Tak, mana yerdagi Nissan kimniki bunisi? Ochlarmikan? Agar oldinroq kelganimda tekinga Nissan deb bilaman. Ochildi. Qo'y, tegman, kim bilar, balki birontanikim. Mayli, men mashinamni garajimga olib borib qo'ysam. Moshili bo'ldim, mullajiringlar qaranglar, bo'ldi, men milliarderman deb Boy shaharga ketaman, Boy shaharga. Bo'ldi, men endi 13-qishloqda ko'rmaysizlar, bolalar, men endi shu bilan bo'ldi, ijodimni Boy shaharda qilaman. Men buyuk streamerman. Qochinglar, balla. Moshi silkinib ketdi, yo'llar ko'rinmay qoldi. Sal so'rardi. Tak, men garajimga qo'yaman desam, men garajim yo'q-ku. Sherga turarmikan? Mana stashga xitlashib kerak. Mayli, bilmadim. Ata gap yo'qmi shunga?